Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Sizlarga bugun ko'rsatadigan joyimiz Toshkent viloyati Yuqori Chirchiq tumani, tuman markazi Yangi bozorda birinchi liniya. Biznes uchun juda ham qulay bo'lgan joydan hovli chiqqan. Juda ham zudlik bilan sotilishga chiqdi hovlimiz. Bu joyda uylar 18 ming, 20 ming dollar so'rashyapti har bir sotiga. Egalari bu narxdan ancha arzoniga o'tib beramiz deyapti. Chunki zaril zudlik bilan sotuvga chiqqan. Birinchi liniya to'g'rida. Tuman markazimiz Yangi bozor. Bunaqasi parkentga qarab ketaverish. Fasad qismimiz 22 metrdan oshiqroq. Uylar ham bor, yashab turishga. Hamma sharoiti bilan hozircha kelib turib yashab tursanglar bo'ladi. Keyinchalik biznes quraman degan odamlarga juda ham qulay bo'lgan joy. Har qanaqangi biznes qilsa yaxshi, zo'r joyda turibdi. Hozir ichlarini ko'ramiz. Aziz obunachilar, uy ham juda chiroyli holatda turibdi. Umumiy 6 ta 7 ta xona bor bu yerda. Garaj qismlari ham. Bu yerda naves o'toqxona. Bu yerda kotlovchxona. Bu yerda yangidan qurilgan uchxonasi, ichida sanuzlari bilan. Bu yerda podvallari ham bor. Hammom. Bu yerda molxona. Tekis joy. To'g'ri burchakli joy. Kelib turib uy qursangiz ham, biznes sifatida foydalansangiz ham juda ham qulay bo'lgan joy. Kimga qiziq bo'lsa, nomerimizni qoldiramiz. Bemalol kelib, surishtirib, narx-navoni ko'rsanglar bo'ladi. Uy egalari ancha shu joydan, shu mahalladan ancha arzoniga berib berishamiz deyapti. Chunki pul zaril. Marhamat qilib, aloqaga chiqsanglar, batafsil yana ko'rsatamiz, tushuntiramiz.